eng yaxshi suhbat oila mavzusidagi suhbat ekan. Biz mana shu mavzuni davom ettiramiz. Barchaga yakshanba xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Aktyorlar oilasini taklif etish borgan sari odatga aylanyapti. Muhabbat tarixi, baxt siri, xullas hammasini namunali oiladan bilib olamiz. Assalomu alaykum, ikkalamiz ko'rsatuvi boshlaymiz. Balki bu juftlikni yaxshi partnyor sifatida e'tirof etarsiz, ammo ularni turmush o'rtoqlar ekanliklarini ba'zilar bilmasliklari ham mumkin. Begzod Mirzayev, Zahro Mirzayeva aktyorlar. Oila qurganlariga 17 yil bo'lgan. 3 nafar o'g'il farzandlari ham bor. Olamda sevgilining siymosidan zeboroq chehra, uning ovozidan ham yoqimliroq musiqa yo'q. Muhabbat bilan qurilgan baxtli oilalarning yana biri bilan tanishtiramiz, chunki bizning missiyamiz ham shu. Begzod aka, hammasini mana bugun aytadigan kuningiz keldi. Ancha yillardan beri 17 yillik muhabbat tarixi haqida gaplashamiz. 17 yil ichida qancha gaplaringiz yig'ilib qolgan ekan aniq. Bugun mana shuni oching, hammasini hamma bilsin. Bu sochlar nima uchun oqardi? Kim sabab bo'ldi? O'zi. O'zi Begzod aka bilan biz bitta institutda o'qiganmiz, lekin o'sha paytda bir marta ham gaplashmagan ekanmiz. Va qarang, taqdir taqozosi bilan bugun ko'rsatuvimizning qahramonisiz. Bugun hammasi haqida bilib olamiz. O'sha institut davrlari, sizni ilk marotaba uchratganlari va qurilgan oila. Va yozilmagan va aniqlanmagan bir statistik ma'lumotni aytib o'taman Begzod aka. Aktyorlar, xonandalarni birgalikda turmush qurishlarida asosiy aybdor bu oligoh hisoblanadi. Aybdor deysizmi? Yo, endi yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda. Qo'sh tirnoq ichidagi aybdor oligoh hisoblanadi. To'g'ri. Bu yil 20 yil bo'ldi tanishganimizga. Tanishganimizga 20 yubiley. Oila qurganimizga 17 yil bo'ldi. Mana shu san'at oliygohini 2004-yili bitirganman, bakalavriat yo'nalishi. O'sha yili Zahrolar o'qishga kirgan. Shunda endi magistratura kirganimdan keyin endi ish o'rganish uchun, dars berishni o'rganish uchun bularning kursiga kirganman. Shunda tanishganmiz, birinchi marta tanishib. Siz o'qituvchilari bo'lgansiz. Ha. O'qituvchi bilan o'quvchilar orasidagi muhabbat aslida ko'pincha kinolarda gavdalanadi. O'zi institutda nima uchun shunaqa tuyg'ular paydo bo'ladi? Chunki o'qituvchi bo'lsa 25 yosh bo'ladi, talaba 17-18 yosh bo'ladi. Va baho hammasini yo'q, baho bizni mana san'at oliygohida bular ham bilan bahoja uni katta rol o'ynamasdi. Katta rol o'ynamasdi. Sen bilan o'tgan o'sha damlar qani sen bilan o'tgan o'sha damlar ko'ryapsiz? Qanaqa qiz eding, Zahro? keling, o'sha 20 yil hozir 20 yil katta muddatda 20 yil ichida qancha voqealar bo'lib o'tdi, qanchadan kuncha yaxshi yomon kunlar bo'ldi. 20 yil oldingi Zahro, Begzod, bugun 20 yildan keyingi insonlar qanchalik katta farq sezasiz? Juda katta. Juda katta farq. Masalan, Begzod akam yosh, ozg'in, uzun yigit edilar. Lekin sochlari o'shanda ham oq edi. Qora edi, bir ikkita oqlari bor edi. Shu oqlari. Demak, hozir aybdor hammamiz nazdimizda faqat Siz shunaqa aniq bo'lib boryapti. Yo'q, endi bunga aloqasi yo'q-ku. Endi yaxshi. Anaqamiz bor, nima deydi? Qonda bor deydi-yu, qonda bor. O'g'illarimizda ham yo'q, erta soch oqarish. 16 yoshlik katta. Keyin baribir hali hayot tashvishlari bilan sekin nima deydi? To'kilganda ko'ra oqargan yaxshi. Bo'yasa bo'ladi. Bunisi ham yaxshi. Hozir oq sochlar modada. Xo'p, tanishuv, o'qituvchingizdan muhabbat izhori, taklif, mana shu bizga qiziq bo'lyapti hozir. To'g'risi muhabbat izhor qilmaganlar. Bular birinchi darsga kirganlarda menga yoqmaganlar bilan. Chunki juda ham kalandimoq, haligi kirsalar juda jiddiy bo'lib dars o'tib, shunaqa qilardilar-da. Men o'ylaganman, juda kalandimoq odam ekan. Men endi o'sha paytda bir sodda, viloyatdan kelgan bir qiz bo'lganman-da. Begzod akamni toshkentlik deb o'ylaganman. Va olifta bir anaqa yigit bo'lsa kerak deb, shunaqa deb o'ylaganman. Keyin
bularni qanchalik yomon ko'rganim sari bular menga yaxshilik qilaverdilar. Etyudlarimda yordam berdilar. Mana bu etyudda siz chiqing, bir kuni shunaqa domladan yaxshi fikrlar eshitdim va meni hamma qizlarning ichida o'rnak qilib ko'rsatdi. Va shunda bundoq qaradim, voy Bezod aka, men shuncha yomon ko'rsam, menga yordam berdilar deb, rahmat deb birinchi marta rahmat aytdim. Ungacha gaplashmaganmiz. Qanaqa jihatlari uchun ularni tanlagansiz shuncha qizlar ichidan? Haligi ko'pchilikka mehribonchilik qilardingiz-ku. O'shalar orasidan nima uchun Zahro opani tanlagansiz? Endi bilmadim, balki taqdirdir. Taqdirdir. Aynan endi bilmadim, men tabiatimda unaqa haligi qizlarga unaqaligi ruschasiga aytganda uhajat qiladigan anaqam yo'q. Hamma narsani hali ochiq oydin aytmayman ham. Endi qandaydir ma'qul keldi. Boshida aytganman, hozir baribir birga yurganimiz bilan misol uchun sen ham ota-onang bilan gaplashgin, men ham ota-onam bilan gaplashay. Oldindan uylanaman deb va'da bermayman degan. Ishontirish yo'q. Yo'q. Uylanaman demaganman. Shunaqa deganlar. Agar ota-onam rozi bo'lsa, seni ham ota-onang rozi bo'lsa, keyin undan keyin. Keyin ota-onalarni rozi qilishda hech qanday muammo bo'lmaganmi? Endi ikkalamiz ikki xil viloyatdamiz. Men Andijondanman, bu Navoiy Buxoro tarafdan. Ikki xil urf-odat, ikki xil qarashlar. Misol uchun Vodiy Toshkentga sal yaqinroq. Lekin kasb bo'yicha e'tiroz bildirilmagan. Yo'q. Va qizlarni odatda Toshkentga diplom olib kelaman deb ketishlariga ota-onalar rostdan diplom olib keladi deb kutib o'tirishadi. To'g'ri. Erkak kishida uncha emas, qizlarda bu borada qiyin bo'ladi. Qiyin bo'lgan. Va bizni o'zbek qizlarida o'sha vaqtlarda shunaqangi bir or-nomus, hayo, ibo kuchli bo'lgan, ota-onaga kelib turib, men Toshkentda bir yigit bilan tanishdim deyish uchun tog'dek yurak kerak bo'lgan. Menda yurak katta edi. Sevgi ham kuchli bo'lganda, demak. Yurak katta edi, chunki men ko'zim qanaqadir yetardi mana shu insonga turmushga chiqsam, har tomonlama ham kasbimni, ham oilada men bularning mehribonchiliklarini, oila parvarliklarini o'sha paytda sezganman. Men aniq ishonardim, bu inson bilan turmushga chiqsam baxtli bo'laman. Yuragi sezadi-yu. Keyin shunaqa vaqt bo'lganki, Bezod akam to'g'ridan-to'g'ri uyimga borgan. Oho, qaysi vaziyatda? To'satdan borib qo'yganlar. Meni avtobusga chiqarib qo'yganlarda, keyin kech bo'lib qoldi. Qo'y, men sen Navoiyga o'zim kuzatib olib borib qo'yaman dedilar. Yarim kechasi kirib bordik. Keyin men qaytib jo'nata olmayman-ku. Yuring menikiga mehmon bo'lasiz dedim. Uyga olib kirdim. Oyim juda yaxshi mehmon qildilar, kutdilar. Keyin Bezod akamni yaxshi kuzatib o'rganimizdan keyin rosa urdilar. Men kelgan mehmonni oldida gapira olmadim. Rosa urdilar. To'g'ri, noto'g'ri ish qilganman-da. Keyin sovchi bo'lib kelgandan keyin dadamni mehri tushib qolgan. Juda ham yaxshi, tarbiyali, ziyoli odamlar ekan deb shunaqa deganda. Ko'chada bahor va biz qahramonlarimiz bilan istirohat bog'ida uchrashishga qaror qildik. Buning ustiga bugun yakshanba va ular farzandlari bilan mana shu yerga kelishgan. Hozir uzoqdan men ularni ko'rdim va sizlarni farzandlari bilan tanishtiraman, chunki bizning oshxonada bo'ladigan suhbat alohida lokatsiya, lekin baribir ko'pchilik tomoshabinlarga san'atkorlarning oilasi, ya'ni farzandlari qanaqa bo'lishi juda ham qiziq. Keling ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisizlar? Mana uchrashdik va bir emas, 3 ta o'g'il ularda. Qarang qanaqa havas qilsa arziydi. Bu kichkintoyimiz. Qalaysan, Mustafo? Qani kiramiz. Mustafo juda sizga o'xshar ekan. Ko'piya. Qalaysanmi? Yaxshimisan, Mustafo? Aylanib kelamizmi? Aylanib kelamizmi? Kel o'tir. Gapiradimi, yo'qmi? Yo'q, hali gapiradi. Eng erkatoyi. Erkatoyimiz. Juda erkatoy. Mustafo? Hey Mustafo, yoqdimi senga park?
Mustafa endi jiddiy bo'lib qoldi. Mustafa boya juda xursand bo'lib ketayotgandi. Bizni ko'rib, kameralarni ko'rib, 3 ta o'g'lingiz bor. Qay biriga dakki berish qiyinroq? Qaysi birini o'ylab urishasiz? Ikkinchi o'g'lim. Ikkinchi o'g'lingiz. Qomadam endi. Chunki u juda ham mustaqil fikrga ega. Ish yumush buyursangiz ham avvalo o'zi o'ylaydi. Men o'zim o'zini to'g'riligicha qiladi. Haligi ota-onam aytganicha demaydi-da, katta o'g'lim. Kimning xarakteri unda? Bilmayman, hali qidiribmiz. Tushunarli. Demak, uni o'ylab urishasiz. Juda ko'p dakki beraman, o'zi ham biladi. Qaysi farzandingizni ko'proq erkalaysiz? Albatta. Mustafoni, erkatoy Mustafa. Biz qo'rqoqni juda ham yaxshi ko'raman buni. Siz o'g'lingizni o'zingizga sirdosh deb bilasizmi? Sirdoshim deb ayta olasizmi? Katta o'g'lingizni, ikkinchi o'g'lingizni yoki hali ertami? Sal ertaroq. Aha. Taxminan necha yoshdan sirlashish mumkin deb o'ylaysiz? Uning uchun bu nima xohlayotganimni tushunadigan payti bo'ladi. Hali ozgina bor. Ko'p emas, ozgina bor, ozgina qoldi. Kim qattiqqo'lroq, sizmi yoki rafiqangizmi? Farzand tarbiyasida. Zahro ko'proq. Zahro. Endi farzandlardan so'raymiz. Sunnatulloh, kim sizni ko'proq urishadi? Onajoningizmi yoki dadajongizmi? Oyimlar. Ukangizni yaxshi ko'rasiz, akangizni-chi? Akam bilan unchalik kelisha olmayman-da. Aha. Qattiq qo'lmilar akangiz? Yo'q, unchalik emas, lekin ba'zida qattiq qo'llik qilib turadilar-da. Akangizdan hayiqib turasiz-a baribir. Tushunarli. Ota-onangizni kasbi bilan faxrlanasizmi? Yoqadimi kasblari sizga? Yoqadi. Kim san'at yo'lini tanlamoqchi? Sunnatullohmi yoki sizmi? Men oyim bilan odamni ko'p aktyorligi bilan faxrlanaman-da, o'zim ham shunaqa aktyor bo'lmoqchiman. Odatda bir-birini tanlagan juftliklarda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. Bu statistik ma'lumot va hayotda ham buni isbotini ko'rganmiz. Ya'ni qaysi ma'noda qiyinchiliklar? Ularda mas'uliyat katta. Birinchidan ota-onalarga o'sha o'zlari boshida iltimos qilib ruxsat so'ragan narsalar uchun javob qaytarishlari kerak. Hayotdagi har qanday qiyinchiliklarga chidashlari kerak. Umuman sizning hayotingizni hozir olib qaraydigan bo'lsak ham siz buni isbotlay olgansiz. 20 yil davomida mana isbotladingiz buni to'g'riligini. O'sha to'ydan keyingi hayot ham menimcha o'sha 3 yil romantik onlar davom etmagan, to'g'rimi? Boshqacha bir hayot boshlangan. Toshkent. Juda murakkab bir hayot kechirdik. To'yimizda biz 3 yil mobaynida hech bir urushib qolmaganmiz. Gaplarimizga to'g'ri kelardi. Haligi bular juda ziyoli, o'qimishli inson bo'lgani uchun men tushunmagan narsalarni juda ko'p tushuntirardi. Shu jihatlari uchun men mehrimni qozonganlar-da. Lekin biz turmush qurgandan keyin haqiqiy qiyinchilik boshlangan bizda. Uyimiz yo'q. Toshkent. Uy yo'q. Uy yo'q. Uy yo'q. Ijaraga turardingiz. Yotoqxonada turganmiz. Yotoqxonada turganmiz. Alohida xonalarda turganmiz. Yosh kelin-kuyov, yosh kelin-kuyov. Oho. Endi hali sinovlarda. Endi misol uchun hamma narsani Xudodan so'rab o'zimiz harakat qilganmiz. Qiyinchiliklar bo'ladi, u nima deydi? Misol uchun pulni tejash uchun ishxonaga piyoda borib kelgan kunlarim ham bo'lgan. Endi bo'ladi. Kim ko'proq sabrli bo'lgan? Beyst akam. Bular men rahmat aytaman bularga shu uchun meni sabrli bo'lishimga ko'p yordam berganlar. Men unaqa sabrli qiz bo'lmaganman. Bir nima deydi, o'ziga to'q oilada katta bo'lgan qiz bo'lganman va bunaqa mashaqqatlar yetti uxlab tushimga ham kirmagan meni. Ijarada yashaganmiz. Yashagan paytlarimizda ham bir o'ylab tushunardim, nimaga biz shunaqa ahvolda yashardik desam, bestigam butunlay boshqa joyga olib ketardilar-da. Voy, bu bizni eng chiroyli kunimiz. Hali kulib eslaymiz. Osh qilganimizda go'shtimiz bo'lmas edi. Osh qilishga go'shtimiz bo'lmasdi. Onda sonda kolbasa olardik-da, ustiga to'g'rardik. Tasavvur qilma, shu go'sht turdilar bestiga. Yerdik va shunda go'shtni, bo'lmasa kolbasa bilan osh yeb bo'ladi. Mana shu chiroyli sabrga meni o'rgatganlar va aytardilar, unaqa dema, Xudo eshitib turibdi. Xudo eshitib turibdi hamma gapingni.
hamma gapga aytardilarda, shukur qilgin, bugun shukur qilsang, ertaga yaxshisiga erishsin. Va bora biz haligi bir xonalikdan ikki xonali ijaraga pulimiz yetdi, ikki xonalikdan haligi yaxshiroq uyga ijaraga pulimiz yetdi va o'sha yerdan to'plab o'zimizni uyimizni olishga imkonimiz yetdi. 10 yil ijarada yurdik. Katta muddat lekin. Katta O'zi muddat. aslida hayotdagi har bir yashab o'tayotgan davrimiz biz uchun keyinchalik shu shukur qilishimizga sabab bo'ladi. Aslida o'zi mana shu sevgi, mana shu oilada, chunki ko'p insonlar aslida ayniqsa o'sib kelayotgan yosh avlod vakillari sevgini o'sha kinolardagidek yoki Instagramdagi turli mehr muhabbatga ma'lum bo'lgan reelslardek tasavvur qilishadi. Aslida mana shu qo'llab-quvvatlash sevgi, mana shu oila o'shandagina jamiyat baxtli bo'ladi degan fikr bor. Va albatta oilada erkak kishining o'rni va aytar so'zi ham juda muhim hisoblanadi, chunki mana Bekzod akaning donoligi tufayli, ularning xatti-harakatlari tufayli hozir oila saqlab Agar qolgan. o'sha paytda siz qachon degan vaqtingizda endi bular ham misol uchun turmush o'rtog'ingizda endi bilmadim desalar o'shanda ishonch yo'qoladi, to'g'rimi? Ertangi kunga bo'lgan ishonch. Voy, har kuni aytardilar. Bir kunda necha soat vaqtni birga o'tkazganimiz yaxshi. Shu ertalab ketib, kechga yaxshi. Menga nima uchun uylangansiz? Ovqating uchun. To'g'risini Yaxshi ayting. ko'rganim uchun uylanganman. Oilamizda kimning muhabbati kuchliroq? Meniki. Hayotimizning qaysi davrida meni borligim uchun xursand bo'lgansiz? Hamma davrida. Hayotimizdagi qaysi baxtli kunni yana takrorlanishini xohlarding? Uyagan kunimizni takrorlanishini xohlardim. O'sha kun baxtli edim juda ham. Men bilan har qanday mavzuda gaplasha olasizmi? Ha. Kim ko'proq mashhur? Siz meni bitta so'z bilan qanday ta'riflagan bo'lardingiz? O'tkir. Nega? O'tkirda hamma narsaga ulguradi. Kim ko'proq gapiradi? Men. Hind kinolaridan menga taklif tushsa ruxsat berasizmi? Rolni qanaqaligiga qarab. Qaysi obrazda ko'rishni xohlaysan? Sizmi? Amrolimxon obrazida ko'rishni xohlayman. O'xshaysiz o'z ko'zlaringiz. Men bilan tortishish yaxshimi yoki pul berib muammoni hal qilish? O'sha ikkinchisi yaxshiroq. Ikkinchisi. Yillar o'tib sendan berkitgan sirimni borligini bilsang, yuzimga aytadigan so'zing nima bo'lardi? Faqat boshqa ayol bo'lmasa qolgan hammasini kechiraman, hammasini tushunaman. Ha, bo'pti, mayli, sirligicha qolaversin. Birinchi muhabbatingiz menmanmi? Yo'q. Rahmat, to'g'risini aytganingiz uchun. Mendan pul olish osonmi, qiyinmi? Qiyin. O'zim bilan kulvordi. Men sizni yaxshi ko'rishimni qanday paytlarda sezasiz? Har doim. Ko'proq nimalarda sezasiz? Har doim, hamma narsada. Mana 20 yil davomida biror marta ham xiyonat qilmaganman deb yorug' yuz bilan ayta olasizmi bu narsani? Yorug' yuz bilan ayta olasiz. Va buni ayta olgan erkaklar esa xotirjam hayot kechirishadi. Men ham ayta olaman. Ayollarimiz Hammaga aytishadi. O'zbek ayollari buni aytishadi. Bizning ayollarimiz juda sadoqatli, juda vafoli. Biz ularga hattoki onalarimizga ishongandek ishonamiz, turmush o'rtoqlarimizga. Ya'ni erkaklarda ozgina baribir narsalar bo'lishi mumkin va siz Shubhalanish yaxshi oqibatga olib kelmaydi. Insonda ruhiyatida shunaqa narsa bor. Bitta narsani ko'p o'ylasangiz, u narsa kuchayib ketadi. Kuchayib ketadi. Shubhalanasiz, keyin kuchayish oqibatida kamchilik paydo bo'ladi. Keyin uni orqasida yomon ko'rish paydo bo'ladi. Shu bilan keyin sovuqchilik tushadi-da. Bu mening fikrim. Har qanaqa muammoni o'zaro gaplashib hal eta olasizmi birgalikda? Ha, gaplashib hal eta olamiz. Hamma narsa qo'shmasdan hal etish aytiladi. mumkin. Endi bo'ladi oilada. Siz tomoningizdan har doim anaqa endi oila yashaganingizdan keyin hali nima deydi, bir iskiri chiqib turadi. Albatta. siz ham zerikarli-da. Gaplashmay kunlarimiz ham bir hafta gaplashmagan kunlarimiz ham bo'ladi. Masalan, erkak kishi ro'zg'or uchun hech qachon deylik tejamkorlikni amalga oshirmaydi ro'zg'or uchun, to'g'rimi? Nimalarda siz pul undirishingiz qiyin bo'ladi? Tush, lak, pomada. Yo'q, men
Rostdan ham qimmat atir ishlataman. Rostdan ham qimmat ko'ylak kiyaman. Va bu narsa orasi yaqin bo'lib qolishi mumkin. Tez O'zlari olib beradilar. O'zlari senga nimaga yetishmaydi? Men shuni olmoqchimisan? Ozgina sabr qilib beraman deydilar. Orasi yaqin bo'ladi. Keyin isrofgarchilikni juda yomon ko'radilar. Masalan, kechagi ovqatni yomon bo'lsa ham yeyman men deydilar-da, olib keldilar. Shundan ko'proq janjal chiqadi uyimizda va nonni isrof qilsak juda ham jahllari chiqadi. Mana shu narsadan keyin qanaqadir mayda narsalar bo'lib qoladi. Bu haligi kunlar o'tilgan-ku, maktab bo'lgan kunlarning natijasida bilan osh. O'shani qadriga yetish. Ayol kishi tez esdan chiqarib qo'yadi. To'g'ri lekin. Esdan chiqarib qo'yadi. To'g'ri. Kuzatib, eshitib o'tirdim sizlarni kuzatuvim davomida. Endi fiziognomika degan bir psixologiyaning bir kichkina yo'nalishi bor. Fiziognomikada insonni yuziga qarab qanaqa xususiyatlari bor. Misol uchun Bekzod akani oladigan bo'lsak, quloqlari katta va keng, qalin. Bu avvalambor insonni sog'lomligidan dalolat beradi. Qalinligi, keng, kattaligi ma'lumotni aytilgan ma'lumotni yaxshi qabul qila oladi. Hech qanaqa nimasiz ovozlarni hattoki farqiga boradilar. Hattoki inson bilan gaplashayotganda yurak urishigacha eshitish qobiliyatlari bo'lishi mumkin. Shunaqa qobiliyatlari bor. Bormi shunaqa? Keyin yuzlarini to'lishganlaridan kelib chiqib mehribon insonligi va uzoqni ko'ra bilish qobiliyati borligi ma'lum. Sizda ham xuddi shu narsa bor, mehribonligingiz. Qulog'ingizga ahamiyat bermadim, lekin hozir mana ko'ryapman, sizda tegi pastki qismi bundoq ulangan. Ko'pincha bunaqa insonlar impulsiv, harakatchan, oldinga intiluvchan insonlar bo'ladi. Bular misol uchun 7 o'lchab bir kesadigan bo'lsa, siz nima deydi? Tavakkaliga. Tavakkaliga ham vaqt kelsa siz takliflar berasiz. Bular o'shalardan kelib chiqib 7 o'lchab, qaysi taklifingiz to'g'ri bo'lsa, o'sha taklifingizdan kelib chiqib qarorlarni qabul qiladilar. Endi qo'shimcha qilib agar sizlarga savol beradigan bo'lsam, bolalikka qaytib bitta narsani aniqlashtirib olishimiz kerak. Uning uchun sizlar to'g'ri, tiniq va samimiy javob bersanglar aniqlashtirish kiritiladi. Javobini oxiriga borib ma'lumotni yetkazaman. Xo'p, Bekzod aka, sizdan boshlaymiz. Oilada nechta farzand bo'lgansizlar? 3 ta farzand bo'lgansiz. Va siz nechinchi farzand? Kattasi. Kattasi bo'lgansiz. Ma'lum. Bilinib turadi. Sizchi? Kattasi man. Nechta farzand? 3 ta farzand bo'lgansiz. Siz ham kattasi bo'lgansiz. Xo'p. Oilangizda ota-onangizni qaysi farzandga nisbatan e'tibori yuqoriroq bo'lgan? Menga? Sizga nisbatan. Sizdachi? Meni singlimni ko'proq yaxshi ko'rishardi. Mendan keyingi singlimni ko'proq yaxshi ko'rishardi. Singlingizni ko'proq. Qanaqa hissiyotlar o'tardi o'sha payt sizda? Xafa bo'lardim. Hozir meni tushunishim bo'yicha Bekzod aka unaqa rashqchi inson emas sizga nisbatan. Siz o'zi aslida qattiq rashqchi bo'lgansiz. Sababi har birimiz bolalikdan ota-onamizning muhabbatini qozonishga intilib yashaymiz. Bolalar ham samimiy muhabbatini ko'rsatishga harakat qiladi ota-onasiga. Shu savollarim agar qo'shimcha qiladigan bo'lsak, xulosa qilib agar gapiradigan bo'lsam, haqiqatan sizlarni ikkalovinglarni birlashtirgan narsalardan yana bittasi Bekzod aka, bularni Zahroni ovozlari juda shirin ekan. Menimcha shu studentlik paytdami bilmayman, ovozlari orqali bularga mehringiz, muhabbatingiz uyg'ongan va shuni natijasida menimcha bir-biriga bularni nimalaridan o'zlarini sangvinik, o'zlariga bo'lgan ishonchlari, hissiyotlarni, tuyg'ularni his qilishlari, intuitsiyalari yaxshi bo'lgani uchun menimcha sizda ham muhabbat shu sababli paydo bo'lgan deb o'ylayman. Psixolog Alisher aka edilar va ular hozir biz o'sha iltimos qilganimizdek o'zlari bilmaydigan narsalarni aytib beringlarlar. Hozir yengillik bo'ldi. Bir-biringiz bilan partnyor bo'lib o'ynash osonmi yoki begona aktyor aktrisalar bilan o'ynash osonroqmi sizga? Menga begona. Begona bilan o'ynash oson. Endi mana qanaqasi bor-da.
bu endi ayolimu misol uchun begona aktrisaga misol uchun xato harakat qilayotgan bo'lsa uni sekin tushuntirsangiz bo'ladi. Ayolingizga endi haddiy sig'ib ketadi-yu, sal to'n ko'tarilib ketib qoladi. Men bu narsani noto'g'ri gapiryapsan desam, bunga haligi boshqalar bo'ldi, endi boshqa odamlar ham bor-ku. Endi u yerda hali aktyor, aktrisa bo'lmasdan er xotin bo'lib qolamiz-da. 20 yil oldin o'qituvchi edingiz deb qo'yasiz-da. O'zi hozir farzandingizga, hayotingizga qaysi bir davrlarni aytib berishni yaxshi ko'rasiz? Katta o'g'lingizga 16 yosh. Qilgan xatolarimni ko'proq aytaman, chunki hozir aynan shunaqa yoshga kelib qoldi-da, подростковый deydi. Ya'ni o'smirlik yoshga kelib qoldi, xatolar qilyapti. Tuzatishga bunaqa qilma degan so'zni bola qabul qilmaydi. Bunaqa qilma, bu yomon bo'ladi. Men o'zimni xatolarimni aytib, meni xatolarimni qilma deb o'rgatyapman. Adasi ham xuddi shunaqa. Men qilganman, shunaqa qilganman, keyin mana bunaqa dakki eshitganman, mana bunaqa dakki bo'lgan hayotimda. Sen qilma. Mana shu narsani desam, ko'proq ta'sirliroq bo'lar ekan hozirgi bolaga. Sizlar bilan suhbatlashish mazza va hozir o'sha bir boshqacha bir atmosferani sizga yaratib bermoqchimiz. Siz aslida Bekzod akamdan so'zlar orqali, hissiyotlar orqali shirin so'zlarni eshitmasangiz ham harakatlar orqali eshitgansiz. Siz shuning uchun ularga ishonasiz. Sizni oilangiz jamiyatimizning eng baxtli oilalar. Hozir hissiyotlar orqali ham eshittirishga harakat qilamiz. Shunaqa, hozir ko'ramiz, jiddiy ko'ringan turmush o'rtog'ingiz Yo'q. guldastalar bilan qanday muhabbat izhor etishdi. Voy. Tayyorlanib turing, hozircha vaqt bor. Lekin shunaqa Sardor guldasta olib kelguncha tayyorlanib oldilar, Sardor. Endi Eng chiroyli so'zlarni bilaman, eslar. aktyorlik mahoratingiz kuchli. Hozir aktyorlik mahoratini ishlatmagan holatda shunchaki bir turmush o'rtoq sifatida taqdim etib qo'ysangiz. Nima deydi, ko'nglingiz sezganday Zahra oq gullarni yaxshi ko'radi. Oq gullarni yaxshi ko'radi. Shu ikkinchi farzandimiz dunyoga kelganda oq atirgullarni yaxshi ko'raman deganda tug'ruqxonadan chiqayotganda oq atirgullar olganman. Oq atirgullar olib berganim esimda bor. Aytdim-ku, boya unaqa gaplarga shuni gapira olmayman to'g'ri. O'shancha tabiiy. Boricha. Zahro, menga ko'p gul bermayman. Mana shu guldek ochilib yurgin har doim. To'g'ri, bu gul haligi nima deydi, bir qanaqadir vositadir. Bugun bor, ertaga so'lib ketadi, lekin meni bo'lgan tuyg'um abadiy bo'ladi. Mana shu